Videoda ozroq qotish va ovoz uzilishlari mavjud. Albatta, keyingi videolarda bu xatoliklar bo'lmasligiga umid qilaman. Videodagi xatoliklar uchun uzr so'rayman. Hello hammaga YouTube ahli, sizlar bilan man o'sha Eviljon, ya'ni EvilXDead. Obunachilar nega sen boshqa o'yinchilar kabi qishloqda emassan deyishinglar mumkin. Afsuski meni o'z qishlog'imdan jitillar ayrim bir sababga haydashdi. Ha, to'g'ri eshitdinglar, meni qishlog'imdan jitillar haydashdi. U ayrim bir sabab emas, juda katta sabab edi. Shuning uchun ham meni qishloqdan haydashdi. Uni sababini esa aytishga tilim ham bormaydi. Men endi shu yerda survival qilaman, выживание, ya'ni shu yerda videolar va yangi kontentlarni shu yerda harakat qilaman. Sizlar esa kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Bu menga yanada motivatsiya bo'ladi va shu yerda video olishim rivojlanishni boshlaydi. Meni bu yerga jetellar qandaydir qilib olib kelishdi va men bu ko'lmakka qarab bobom bilan 2 marta kelganimni ham esladim. Lekin afsuski yo'lda bilmayman. Выживание qilib o'zimga uy va yana qishloqda bo'lib o'zimga bu yerda ham ferma qurdim. Bu yerda ham men fermerligim xuddi o'yinchilar kabi. Meni u yerda do'stlarim bor edi. Albatta ular jetel emas, o'yinchi do'stlarim. Afsuski meni shu yerga olib kelib tashlashdi. Ko'rishinglar mumkin. Endi shu yerda yashaymiz, videolar olamiz. Hozir esa Matiga biz o'zimizga temir olib biz o'zimizni Matiga quramiz. Keraksiz narsalarni tashlaymiz. Matiga qanaqa quriladi? Bo'l. Mana endi. Yo'qlar ko'rgan. Mana. Железный. O'zimda olmos Matik bor edi. Afsuski uni yo'qotdik. A few moments later. Qanday chiroyli. Mana, ko'ring. Non taxlab qo'yamizmi deyman, ammo non shart emas. Urug'larni bu yerga tashlaymiz. Kostная мука. Nima bu axir bug'doylarni o'stiradi. Hammasi yetmaydimi deyman-da. Afsuski turgani yaxshi edi menimcha. Yetkazolmasligimiz mumkin. Obunachilar, albatta sizlar kommentariyada bu yerga qanaqa videolar olishimni yozinglar. Har xil modlar qo'shib va qiziqroq kontentlarni olishni shu yerda boshlaymiz. Albatta sizlar uchun qiziq degan umiddaman meni videolarim. Bu videolar uchun montaj va video olish ancha vaqt ketadi. Vaqtimni qadrlagan holda kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammasiga yetmaydi. Hammaylar qolganini o'zi o'sadi. Bular esa hammasi o'sishini kutib turamiz. Va biz shaxtaga borib kelishimiz kerak. Shaxta topib bularni joylashtirib ketaylik. Matigani bizga kerak yo'q ekan. Mayli, baribir kerakda. Bug'doylarni ekishga. Obunachilar, agar sizlarga kommentariyada ideya qoldiraman, sizlarga yoqsa Crazy Jitel videosini olishimiz ham mumkin. O'zim albatta ideya topaman unga. Va biz Crazy Jitel degan serial olishimiz mumkin. Jinni Jitel. Va biz bu yerda hali ko'p videolar olamiz. Men ham xuddi yangi youtuberman. Masalan, bitta Redder boshqa kanallarga ovoz beradi. Xuddi shunaqa gapi.
Sizlarga ko'proq Reddit kanallaridan qaysi yoqadi? Masalan, men o'zim Redditni sevib tomosha qilaman. Afsuski, o'zi bu videoni ko'rmaydi. To'g'rimi? Ko'rmasligi mumkin. Ammo sizlarning aktivliklar bilan Reddit ham bizning videolarimizni ko'rishi mumkin. Shuning uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang, obunachilar. Hozir esa biz shaxta qidiramiz. Ha, boyagi Redditdan qaysi kanal yoqadi? Menga ko'proq Javohir Minecraft, Reddit link. Aslida Javohir Minecraft, chunki yangi serial tuzilgan qishlog'i 3-qism ham chiqdi. Kanalga YouTube ko'rishingiz mumkin. Albatta, reklamaga pul olmaganman. Hihihi. Bu shunchaki meni yaxshi ko'rayotgan kanalim. Shaxta qidirishimiz kerak. Bizga hozir shaxta kerak. Obunachilar kommentariyaga har xil seriallarni yozib keting. O'shanga qarab o'zim ideya topib, video chiqarishga harakat qilaman. Albatta, shu yerda yo bo'lmasa boshqa taklif qilsa borishim mumkin. Masalan, 3-qishloq. Menga yoqadigan qishloq. Bir marta boruvdik bobom bilan, menimcha bobomning do'stiniki. Afsuski, bobom hozir yo'q, shuning uchun jitellar meni sig'dirishmaydi. Bobom ham o'yinchi edi. Eng yaqin do'st edi. Men hozir shaharga qayergadir ketgan. Men degandan xabar yo'q meni. Bu yerga qanday kelib qolganimni esla olmayman. Menimcha men hushimdan ketgandim u paytda, shuncha qo'y. Albatta bizga shaxtaga bitta ikkita go'shtlar pishmagan bo'lsa ham. Qanaqa rang bu? Oqmi? Ha, quyoshdan boshqacha ko'rinadi, obunachilar. Obunachilar, sizlarga bitta iltimosim bor. Agarda qiyin bo'lmasa, kommentariyaga Flauncher 1.12 versiyasiga qanaqa shader qo'shsa bo'lishini, albatta FPS pastroqni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Va keyingi videolarimiz shader bilan chiqishini xohlasanglar, shader bilan chiqishi ham mumkin. Nahot, ko'mir, buni olishimiz kerak, bizga ko'mir ham kerak. Ammo shaxta topa olmadik. Men bir shaxtani bilasizmi, ham shu kattaroq edi. Menimcha 9 ta yetsa kerak. Hammayli yana teraveramiz. Albatta, obunachilar, kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Bu menga katta yordam bo'lgan bo'ladi. Agar obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shaxta ham topdik. Yo-mayo. Nimadir bormi o'zi bu yerda? Nimadir topamiz degan umiddaman. Yo'q, oddiy tupik. Yoki katta joyga kiramiz bo'lmasa, albatta yaxshiroq bo'lsa. Bizga hozir aslida temir kerak. O'zimga qalqonda boshqa narsalar yasashim mumkin. Zombi. Zombini ovozi qattiq. Zombini ovozi qayerdan kelyapti? Sizlar eshityapsizlarmi? Faqat menga eshityapti. Menimcha pastda yana shaxta bo'lishi mumkin. Minecraftda chunki yaqin bir shaxtalarda ovozi eshitila o'tirishi bu 100%. Bizga menimcha shuncha temir ha, yetadi. Keyingi videoda yana shaxtaga tushishimiz mumkin.
Obunachilar, bizning maqsad hozirda 1K bo'lish. Hali biz 1K ham emasmiz. Ammo 300 ta obunachimiz bor. Bu bizga yetadi degan. Albatta sizlar aktivlar. 1K bo'lishim mumkin albatta. Crazy jitilliginde bularni crazy monster deb ataymiz. Uyum qadaydi. Obunachilar, game rule cap inventory'da yoqib qo'yganman. Shuning uchun inventarim o'zimda saqlanadi. Tezroq o'lsam, uyimda paydo bo'lishim mumkin. Qanunda xayrlashish vaqtimiz ham keldi obunachilar. Chunki bu video shunchaki survival qilish emas, tanishish videosi edi. Va menga nima bo'lganini sizlarga aytishdi. Keyingi videoda har xil qiziqarli videolar olishimizga harakat qilaman. Keyingi videoda bironta serial yo challenge bo'lib chiqishi mumkin keyingi videomiz. Xo'p, bo'lmasa hammaga xayr obunachilar. Shu yergacha kuzatib kelganingiz uchun hammaga rahmat. Albatta kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Biz 1K bo'lishimiz shart. 1K bo'lgandan keyin stream. Yes. Goodbye.